Nima ish qilish kerak? Novostroyga don qurish kerak. Bo'ldi, quramiz. Biz ustani bo'lib любой narsani quramiz. Bu xalifani oldiga aptekani biz qurgan. Menga qara, o'zi don qurishga puling bormi? Odamlar pulni yig'amiz, o'zini puliga qurib beramizda. Ko'pchilik shuna qilyapti-ku o'zi. Ya, to'g'ri lekin. Menga qara, don qura olamizmi o'zi? Ha, molxona qurganmiz-ku. Dom ham molxonada qurilyapti-ku. Raqsi. Sen nima qilyapsan, Ganduras? Ha, ko'ylayapman. Ha, tuprog'ing menga tushyapti-ku. Ha, nima qilay unda men hozir? Bu yoqdan kovla. Ha, bu yoqdan kovlash kerak. Ha, bor. Ha? Endi saniki meniki tushyapti-ku. Haqiqatan, 50 chaylik hali ishlamayapti. Davay. Uy qancha bitadi? Ha, mana katlavan ishlar bo'lyapti hozir. Ha, uylarning oti nima? Oting nima edi? Tavakkal. Ha, Tavakkal Gardon. Tavakkal Gardon. Zilzilaga kim bilmaydimi? Конечно, 9 balgacha chidaydi. Menga qara. Shu zilzila bo'ladi-ku. O'shani balni kim qo'yadi? Hakamga hayot qo'yadi. Ravshan Ermatov ham qo'yadimi? U ham hakam-ku. Men qayerdan bilaman? Toshkentga faqat 4 qo'yadi-da, 5-6 qo'ysa bo'lmaydimi? Chiroyli-ku. Nima bu? Dinamit. Shuni zajgalka bilan yo'qasanda, paxeni ichiga tiqasan, bitta portlaydi, katlavon tayyor bo'ladi. Yo'q. Ma tez tiq. Oldinga keking. Bo'ldi. Chotki! Zajgalka qani? Paxirga tiqdim. Dinamit top keldingmi? Ha, nima bo'ladi? Inangni yeri bo'ladi, qara, nima bo'lishini. Qara! Bizning uy nechinchi etaj? 34-etaj. 34-etajni kecha sotmaganmidi? 5 ta odamga sotdi. Mashka. Bu uylaringizni kadastri chiqdimi? Kadastr chiqdimi? Kadastr nima edi? Tilla menimcha. Ay yo'q, yerdan nima chiqsa sizlarniki degandingiz-ku, kadastr chiqsa bizniki bo'ladi. Hey dada, bularingiz g'irt mashinnik-ku. Undan ko'ra Sergeli Qumariqdagi Tavrabdan olsangiz bo'lardi-ku shu uyni. Yonida aeroport bilan metro ham bor. Yo'q-e? Ha, remonti ham tayyor, kadastri ham bor. Shundoq kirib yashardik dada. O'g'lim pulim yetmaydi-da. Dada, boshlang'ich 25-30% pulini to'laymiz. Yetmagan qismini taqsim to'lov tizimi orqali 5 yildan 10 yilgacha bo'lib to'lab yurardik. Uyni ham nomingizga sirazi o'tkazib berardi. Nima bo'ladi o'zi? Jiddami? Tavakkal, kadastr chiqdi-yu. Aka, kadastr olmaysizlarmi? Kadastr? Biz kadastr olmaymiz, tilla olamiz. Bizda kadastr bor edi-da. Oling. Raqsi, mahkane